Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men Qirnishxon Nabijag'alla. Hozir bir nahmadan programmasini qilishni o'ylashdim. Har birlariga mushu Angliyada ichilayotgan Uyg'ur sud kodeksininki buning ahamiyati va bu Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati bekitilsa, buning bizga ilib keladigan foydalari, buning ziynini mo'ljallagan Xitoy tajovuzchilarining sud boshlanishdan bir necha hafta burun harakatini boshlab, mayli guvohchilar bo'lsin, mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi, mayli To'lqin Iso afandi va shunga o'xshagan shakldagi qarindoshlarimizga iliqi ruhiy besim har xil shaklda besimlarni ilib borganligini hammamiz ko'rdik va ko'ryapmiz. Demak, Xitoy tajovuzchilari bu sudning unumli holda ilib berilishi hamda bu yerdan chiqadigan har qanday bir qarorning ilinib qolmasligi uchun bir shaklda butun kuchi bilan buni to'sish uchun, buni vayron qilish uchun harakat qilayotganligi ma'lum qarindoshlar. Bugun ko'rgan bir nimamda, bugun ko'rgan bir Xitoyning xabarida Xitoyninki mushu bir tadqiqotchisi agar Xitoy Sharq Turkistondagi qilmishlarininki tarbiyalash nomida insonlarga til o'rgatish va ularni ishga o'rlashtirish maqsadi qilayotganligini, ularning hargizmi irqiy qirg'inchilik shaklini olmaganligini, burunqi masalan Ikkinchi dunyo urushidagi masalan yahudlar qirg'inchiligi bo'lsin, Armeniya qirg'inchiligi bo'lsin, Angliyaning Irlandiyadagi qirg'inchiligi degandek bir shakldagi narsalarni tilga ilib turib, buni misol keltirib turib, qanday deganda Xitoyning undaq hech kimni qirg'in qilmaganligini, faqat tarbiyalash nomida tarbiyalash shaklida ish harakat ilib berayotganligini tushuntirib kelib, agar o'zining bunday qilishidagi sababninki bir deydi. Xitoyning nihoyat kuchlanib ketib berib, nihoyat rivojlanib ketib qolganligiga buning Amerika va g'arb ellarining ko'zi qizarib, nihoyat nima qilib ketib, achchig'i kelib ketib, buning uchun to'sqinlik qilayotganligi. Buning uchun mayli Sharq Turkiston masalasidagi nimani ilib chiqib, irqiy qirg'inchilik nomida bu nomni bo'xtonini bersa, Xitoyning mayli rivojlanishi bo'lsin, mayli keyingi dunyodagi obrazi bo'lsin, buni xunuklashib ketadiganligini bilib, shunga mushtaq ish qilayotganligini deb kelib, anandan keyin deganda Sharq Turkistonning paxtasi deydi. Dünya bo'yicha 3-o'rinda, ya'ni paxtaning ishlab chiqarish 3-o'rinda turdi. Birinchisi Amerika, Hindiston, ana keyin Sharq Turkistondagi paxtaning talaligi va uning sifati. Buning uchun Amerikaning ko'zi qizarib, Amerikaning paxtasi setilmay qoladimi deb, Sharq Turkistonning paxtasini setmaslik uchun buningda majburiy emgak qildi deb, buni chiqardi deb, bunday bir kulkili kichik bolaga anglasam ishonmaydigan narsalarni ko'tarib chiqib qilayotganligidek bir xabarni oldim. Demak, nima deganda Xitoy tajovuzchilari ashunday qilib o'zi tushunmaydigan gapni tushunsimi, yolg'onni qorashtirib da'vatsam, o'zimning xalqini aldab tursam, mushu ichidagi xalqlarni bir kontrol qilib tura olsam, teshidagi gapning u hammasi menga nisbatan bir besim hosil qilolmaydi. Unda deganligiga yana teatr tashviqotim orqali yolg'on gapni og'zim kelganini jo'ylayverman degan shaklda harakat ilib berayotganligi ma'lum. Demak, Xitoy almisaqdan biz bildigan Xitoy mushu 70 yilning yog'i bo'lsin, 71 yilning yog'i bo'lsin, yolg'on so'zlab, eng muhimi tashviqotga nurg'un pul xarjlab kelganligi va bundan keyin yana tashviqotda hozir biz ko'rganimizdek nurg'uncha Uyg'ur qiz bolalarni YouTube kanallari qilish, mayli Xitoyning akademiklari bo'lsin va yoki normal fuqarolari bo'lsin, Sharq Turkistonning hattoki tarixini so'zlab, hech qachon bir Uyg'urga munosabati yo'q bir tarixni o'ydirib so'zlayotganligi, har xil shaklda yolg'on yovada gap qilayotganligi anglab turyapmiz. Demak, bu yerda nima deganda Xitoy tajovuzchilari mushta yolg'on gapim orqali, mushta yolg'on so'zim orqali yana dunyoni aldab ketaman dedi. Bugun Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni qilishni davomlashtirish bilan birga dunyoga deganda virus tarqalib qirg'inchilikni davomlashtirdi. Buni dunyo
sezgan bo'lsa, ana bugun yuqumlangan odam soni bugungi statistikada 173.750.602 odam Xitoy virusi bilan yuqumlandi. O'lgan odam soni chu desanglar 3.740.522 bugunga qadar o'lgan odam soni. Demak, 4 millionga yaqin odam Xitoyning virus sababli hayotidan ayrildi degan. Bu virusning mayli Xitoy tajribxonasi olsun, mayli Xitoyning harbiylari olsun, mayli Xitoyning sistemlik şekilde dunyoga bir şekilde taqatqanligi buning dalil isbotlari aniq. Demak, bu kun tartib bo'yicha barbara oshkorlanib o'tirib qo'yilayotgan paytda Xitoy tajovuzchilari buni Amerikaning Ikkinchi Dunyo urushida Yaponiyaning Chisanyo 731 qismidan setib olgan yoki o'shani ilib olgan viruslar degandek mushunga o'xshagan bu yoqda kichik olmishlarning ahmoqona gapini taqib yuryapti. Demak, nima deganda Xitoy buni qechish uchun her türlü yalgan yavada her şekildeki narsalarni davada endi Xitoy ikki xil usul qo'llanamiz deydi. Birisi biz hamkorlashadigan vaqtda hamkorlashimiz yalganlardan bo'lsin. Hamkorlashmay tepishadigan yerga kelib qolsa tepishib turamiz. Ammo galashkulish mushtlashmaymiz, ishtirishib turamiz degandek siyosatni qo'llanganligini da'vat etdi. Demak, Xitoycha deganda mushundaq odam aldaydigan, ko'z bo'yab vaqtiyatni uftamaydigan Amışa şekildeki taktikini e'lon qildi. Bugungi Angliyada ichilayotgan bu sudninki Xitoy tajovuzlari uchun nihoyatda ig'ir besim va ig'ir bundan chiqadigan natijaning jinoyatining buni bosh tortib bo'lmaydiganligini biladi. Xitoy buni bo'lgachga butun nimasi bilan, butun o'zining imkoniyatlari bilan buzg'unchilik qilishga va buning qarorining dunyoga tarilib bir şekilde dunyoviy shaklda buni e'tirof qilinib qilishning oldini olish uchun hozirdan boshlab tipirlab ketib bordi qarindoshlar. Ammo biz buning Uyg'urlar buning ahamiyatini qanchalik tushundik. Bu yerdagi guvohlik berayotgan, necha vaqtdan guvohlik berayotgan bo'lsin va yoki mushu yig'in uchun sud uchun dunyoning har qaysi yerlaridan shu yerga berib guvohlik berayotgan qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mush qarindoshlarimizning nihoyatda qo'rqmaslik bilan, nihoyatda o'zi kelayotgan ro'yi besim her xil şekildeki besimlarni qo'rqmay o'tirg'i chiqib, hozirgidek mushu dunyoning oldida o'zining tatgan azoblarini, ko'rgan azoblarini sharhlab berishi bu nihoyatda qarshi oladigan, bular uchun obrin o'qiydigan, bularni nihoyatda dasta gullar bilan guchichaklarga o'raydigan qarindoshlarimiz bu. Buning uchun bu yerda men mushu ekran orqali alayda rahmatimni bildiraman. Gerçi bu hozir bugungi ikkinchi bo'lim, 3-kunning ikkinchi bo'limining nima vaqtida hamda mening vaqtim mushu vaqtga to'g'ri kelganligi uchun qarindoshlar aytib bo'lmanglar. Men mushu maydonni ishlab qo'yay dedim. Keyingi qarindoshlarim ko'rib olsa, ajab emas, bir foydalanib qolgan yerlar bo'lsa deb buni jiddiy shaklda ishladik. Bizmi ba'zi bir ishlarimizning ildirish sababidan yaqin yağı ko'p shaklda xabar va yoki ba'zi uchurlarni o'rtoqlashamayotimiz. Buningga o'zimizning sharoiti to'liq bo'lmaganligi uchun, bilamayotganligi uchun shuna bo'lib qoldi. Inshaalloh o'zimizning chiqqan amal va vaqtidan foydalanib eng yaxshi shaklda qarindoshlarimiz bilish ishlarni har birlari bilan ekran orqali o'rtoqlashsak nihoyat yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shuning bilan birga qarindoshlarim yana bir narsani bo'lmaganda tunugun ya'ni 6-oyning 4-kuni Amerikaning Kaliforniyada Xitoy tajovuzchilarining virusini Xi Jinpingning kallasi shaklida bir haykali Kaliforniya degan Amerikaning Kaliforniya shtatiga o'sha yerdagi bir shu haykalga bir qumloq ekan shu yerga o'rinlashdi. Demak, nima deganda bu Xitoy tajovuzchilarining mayli o Xitoy kommunist virusi, mayli Xitoy virusi deyli, nima desak deyli, Xitoydan chiqqanligi uchun bu virus Xitoyga o'tganda tam qo'yib urildi. Bu menga o'chmaydi. Buning uchun haykali mana bu keyingi avlodlarni ko'rsa Xitoy manchinchilar manda vaqtida manda virus tarqatgan, buning ta'sirida necha million odam o'lgan, necha million odam yuqumlangan, dunyoning taraqqiyotiga, dunyoning tinchligiga zo'r tahdid ilib kelgan degan shaklda Xitoyga menga urilgan tamg'a. Buning o'xshagan bugungi kunda Angliyada ichilayotgan 6-oyning 4, 5, 6, 7 bu kunlarda ichilayotgan bu
sot kollegiyisi mojo degende Xitoy uchun aş minisiga tam o'sha heykaldek o'yiladigan narsa. Alloh xolisa bizmo Alloh xolisa Alloh buyurib qolsa shu fursat yetkazib qolsa bizmo Xitoyning irqiy qirg'inchilik qildi Sharq Turkistonda degan haykalni shu shaklda uyib inshaalloh buni keyingi avlodlarning cho qilish uchun qo'yimiz inshaalloh. Bu Sharq Turkistonga bo'lsin, mayli dunyoning mana Birleşken Milletler Teşkilatı'nın oldida Shveysariyaning u yerda ko'rgan to'qma bu Kosovodagi o'shadagi musulmonlar nima qilgan bir tashqi o'yilgan qirg'inchilik qildi degandek shakldachu Xitoy tajovuzlarining ashaq shaklda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qildi degan shundaq mayli haykal bo'lsin, mayli tashqi bo'lsin, shunday bir shaklda o'ylab dunyodagi hamma insonlar ko'rgudek shaklda ekskursiya bo'ladigan hattoki muzeylar bo'lishi mumkin. Irqiy qirg'inchilikni nima qilayotgan shakldagi filmlar bo'lishi mumkin qarindoshlarim. Qanday bo'lmasin, Xitoy tajovuzlarining Sharq Turkistonda ilib borgan nimasi qirg'inchilik jinoyati mengu peshonasidan ketmaydi. Alloh xolis Allohning izni bilan bu shaklda keyingi avlodlarimiz uchun deganda buning Xitoyning keyingi mayli kim chiqsin Xitoyning nimasiga bular Sharq Turkiston xalqiga to'lam to'laydi qarindoshlar. Mengu to'lam to'laydi bular. Anandan boshqa Xitoy tajovuzlarining dunyodagi o'rni ya'ni inoati yo'qoladi. Dunyodagi o'rni tushadi degan gap. Demak, Xitoy tajovuzlari mayli kommunist bo'lsin, mayli demokratist bo'lsin, nimasi bo'lsin, keyingi egalarining hammasining deganda bir shaklda buning cho'qim javobgarligi va surishtirishi va buning uchun badali to'lanib maqdi. Uning uchun bu yerdagi Sharq Turkistonda shehid bo'lgan necha million qarindoshlarimizning badaliga Xitoy tajovuzchilarining peshonasiga bu tamgacha maqtak urildi qarindoshlar. Shuning uchun bu qandaqdir va bu Angliyadagi bir 6-7 odam yoki bo'lmasa dunyoning har qaysini yig'lab olgan so'chlar o'zi ichib olgan dunyo taraf qilamdi yoki bo'lmasa bu bir xabarlarga chiqib to'xtab qoladi deb manda kichik sanamayli. Bu mana bugungi kunda mayli arab kanalları olsun, mayli mana xabar arab kanallarida xabarni ovozini o'chirib beryapman. Arab xabarlar olsun, men ingliz olsun, biz Shveysariyanikida ko'rdim chiqibdi. Demak, men deganda dunyoning har qaysi axborot o'rinlarida bu kun tartib bo'lyapti. Faqat siz bilan biz ko'rmaganligimiz uchun bu Facebook qarablam naq maydonni 4 tal Uyg'ur ya bir yosh ko'z Uyg'ur ko'ryapsa, shunchalik az odam ko'ryapti deb o'ylab qolmang. Buni boshqa shaklda nurg'un insonlar bundan xabar tepib Xitoygacha bo'layotgan bu besimdan to'liq xabardor bo'layotganligi ma'lum. Uning uchun buningki Xitoyga elib keladigan cho'ng besimi va bu tamg'ining o'chmas tamg'i bo'lganligi bu aniq. Bu mayli mushadagi guvohchilik va guvohlik bergan qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli lager shohidlarimiz bo'lsin, mayli dunyoning har qaysilaridan ota-onam, urug'-tuqqanlarim qani deb ashu ko'chalarga yig'ib ketgan qarindoshlarimizninki nimasi bo'lsin, harakatining natijasi bo'lsin va yoki har xil shaklda ilib borgan natijalar, voy namoyishning nima foydasi, voy namoyishni qilib kim nima qilibdi deganligining mana natijasi dunyoda mana shunday asta-asta netijalanadigan gapga qarindoshlar. Biz zulm tatgan, zulm ko'rguchi, azobdan ichida qo'ygan aldirab ketadi ekanmiz. Ammo Alloh buni atrofli shaklda bizga hammamiz qoyil o'g'idek, hammamiz bedel to'lagudek shaklda bir narsa olsun deb asta-asta buni yig'ishtirib ekib berdigan qarindoshlar. Biz inson bo'lganligimiz uchun ba'zi bir ishlarda natijasiga aldirab oyoqdan harakatni qilib, oyoqdan namoyish qilib, oyoqdan natijasini ko'rmadi, dunyoni shuni sukutda. Dunyoda ba'zi sukut tuganlar sukut turaverdi qarindoshlar. Ular shu o'zining sukutining javobini oladi. Hamma narsa qo'llab ketishi natayin. Uningdan shu harakat qilgan mayli fidokorlik qilgan, Sharq Turkiya 35 million odamning 35 millionning hammasi fidokorlik ko'rsatmaydi. Buningdan shu necha yuz, necha ming fidokorlarning
Nimesi bilen Mesela hazır neçe milyon edemden şiitlik verdik. Şiitlikden belliye bugünküdek maga halkyrada Cenab-ı Allah'ın yardımı bilen onda bir insanlık şeklinde bu gün tertip kelyapdyr arkadaşlar. Buning uchun buningki halaqi "Voy netisi anda boldy, netisi manda boldy, u boldy, bu boldy" dep nima qilib ketmay, "Men nima ishim qildim? Men nima qila oldim? Men ashadagi urug'-tuqqanlarim uchun bir ovoz bo'la oldimmi? Men qanchalik kuchimni chiqara oldim? Men ashadagi urug'-tuqqanlarim uchun izlay oldimmi? Shuning uchun guvohlik bera oldimmi? Shuning uchun bir ozroq bir iqtisod bir 5 koy, 10 koy mushuning uchun harakat qilib topib bera oldimmi? Ishlagan o'zimning yemigidan, kiyimidan eshinib, qisinib bera oldimmi?" deganini qilsak, vaqtida biz o'zimizga javob topa olamiz. Unda qilmay, "A nima qilibdi, ma nima qilibdi, aning achu, aning nima ish qila olgan, bu nima ish qila olgan" deb obzorchilikqa, birlaridan tanobusini ilishqa, birlariga tuhmat qilishqa, birlariga obzorchilik qilishga aldirmay, to'xtab turib, "Men bu Sharqi Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikka nisbatan men qanchalik bir yordamimni qila oldim? Men uni anglata oldimmi? Yo biror muxbirni ziyorat qila oldimmi? Yo biror shohidlik qila oldimmi? Yo guvohlik bera yo biror namoyish chiqa oldimmi? Namoyishni tashkillay oldimmi? Namoyishning hech bo'lmaganda bir ozroq chiqimlar olsin ko'tara oldimmi? degan nuqtada izlansak, bu nihoyat yaxshi bo'ladi. Ammo ko'pincha qarindoshlarimiz buning uchun boshqa turib buning uchun jonfidolik qilayotganlar va az bir qism nodon, anandan keyin mana miyasining jiqraq qismlari nima to'lab ketgan, may to'lab to'xtab qolgan ba'zi benaslar insonlar ularning bildirlashlari sen to'p-to'p yugurib yursa, ha dunyodagi hamma odamning gapi mushu o'xshaydi deb anglab qolgan shu bo'lmasin. Buni az bir qism qilganlar, shu gapni qilganlar, shu bo'htonni qilganlar, shu qarshilik qilayotganlar shuning natijasini ham ko'radi, xolos. Buning uchun mana bugünkidek mushu Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmning sud orqali dunyoga anglanishi, sud orqali bir hukmning chiqishi, bu hukmning dunyo kun tartibida bo'lishi va e'tirof qilinishi bu bek muhim qarindoshlar. Bundan keyin qilgan nurg'un yana xizmatlar va inshaalloh sizlar bizning hammamizning uchun yana shu fidokorligi bilan, yana bu o'zimizning qo'lidan kelgan imkoniyatlar bilan shu harakat qilish bilan bo'ladi. Qandaqdir buning g'alabasi faqat Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchilik bu harakatlarni beshida ulab oldingi safda mangan bo'ldi. Buning keyinda oxir safda xalq tug'an bo'ldi. Mayli iqtisodiyotdan yordam bo'lsin, mayli guvohlarning guvohchiligi bo'lsin. Bu hech qaysi bunda bir qo'ldan chavoq chiqmaydi qarindoshlar. Bu hammasi chambarchas, bir-birisidan ayrılanmaydi. Hammamiz mushu birisi beshi bo'lsa, birisi qo'li, birisi puti, birisi shu badani, birisi qovurg'isi degandek, birisi yepenchisi degandek mushta shaklda o'zimizga yarasha xizmatni ola olsak, bu nihoyat yaxshi bo'ladi. Ba'zi bir fikrimizning o'xshash bo'lmasligi, ba'zi bir shaklda gapdan ketkizib qo'ygan yerlari bo'yicha uningga qarshi turda zarba bilan uni Xitoyga o'xshashlam bugungi kunda anglagan Xitoyning qaralishi bilan anglagan bir o'xshash bir gap chiqdi. U gap nima deganda, o'zining jinni boqolmay boshqa davlatlardan berganlarning puli bilan jinini beqiyotganlar degan Xitoyning bayonotchisining og'zidan angladim. Mavo Yevropa, Amerikada yashayotgan bayonotchilarning og'zidan o'xshash gapni angladim. Bu o'xshashlik bu bayonotchilar bu Yevropa nimadagilar o'rgatganmidi yoki Xitoydagilar bular o'rgatganmidi degan narsa kechgan bo'ldik Allohim. Demak, nima deganda aynan shu guvohchi qarindoshlarimizga mayli oila tavobatlari bo'lsin, mayli bulug'i bo'lsin, har xil shaklda telefon urish, har xil shaklda tahdid qilish, har xil shaklda guvohlikdan yaltaytirish uchun qilmagan qiliqlar qolmadi. Mush qarindoshlarimiz uchun biz qancha shaklda rahmatimizni bildira oldik va yoki qancha shaklda ifodalay oldik. Qanchalik shaklda bular uchun bir duo qila oldik xolischa. Demak, nima deganda nurg'un qarindoshlarimiz chiqdi. Bular bizning hech qanday moddiy narsamizga ehtiyoji yo'q. Faqat ma'naviy jihatdan inson bo'lganlikdan ba'zi bir shaklda bularga bir har xil shaklda nima bo'lishimiz, destekchi bo'lishimiz, bularga yordamchi bo'lishimiz, bularga shu avval so'rashimiz nihoyat muhim deb qarayman qarindoshlarim. Gerçi şunun ichida shuni qilolmaganlikning bir so'g'im bo'lsammi, ammo bu tarafda hammamiz mening og'zim orqali mush shakldagi ishlarni davomlashtirsak, mush qarindoshlarimiz uchun bir shaklda ish bo'lmaganda yiroq turib duo qilsak,
bir şekilde ahvalını bir sorap koysak, hiç bolmasa telefonda ýa-ni kısa uçur arkaly, ijtimai taratqullary WhatsApp uçurlary arkaly ahwal sorap koysak, näçe ýaxşy bolady dep oýlaýman. Buna kılgan täwsiýe kılgan gärändaşlarymyzm boldy. Allah ulardan razı bolsun. Bir şäherde guwallyk bergen, guwaçylyk bergen, muşu sotny uýuşturgan we bunyň üçinçe çykymlaryny kütägen we ýa-ki her hil şekilde biz bilgen, bilmegen şekilde muşnuň üçin ýardam kılgan gärändaşlarymyzdan çok Allah razı bolsun. Muhynaq şekilde, apem diýenimdek hemmemiz çokum, hemmemiz bir şekilde Dolkun Eýsa kılgan işini hemmemiz kıla alışymyz nataýyn. Dolkun Eýsa üzüge laýyk işini kılady. Biz şu üzümizge laýyk özümizden imkaniýetine baýlyp şunu şekilde bir yardımcı olsak, hiç olmadı degende bir özümizden gibini kılsak misalga. Mesela abim degende şahitlerimiz olsun. Meýli mişädeki iş kılıp atkan gärändaşlarymyz bolsun. Hakkani şekilde, çyn köňülden çykyryp hyzmat kılıp atkan gärändaşlarymyzga hiç olmaganda gül taqdim kılamysakmyço, WhatsApp uçurlary arkaly bir şekilde resim gülüni olsun ewetip koysak, näçe ýaxşy boldy dep boýlaýmyn. Bu insanlar bir şekilde kılıvatkallarını yüzü buludu. Özünün başka yana nurgun, onu küz tutugan nurgun halkının küzü bizim gözüm iş göz halkının küzü 50 deyimiz mi? Halk buludu. Halk bilgetke bu şekilde her xil şekilde özünün razı olğunu, hoşal olğunu her xil şekilde ifadeleşik tirişir. Şunun için gepnin hulasy gärändaşlar. Bu jygynyň, bu sotnyň Xitayga bolgan zerbisi intaýyn eger onuň üçin Xitayma hatdaky nimeni ýollap goýdum bir YouTube kanalymda. Dolkun Eýsanyň aşu açysy we ýeňgisini sözültüp durup muşundak şekilde anykany jiýan kyzyny sözültüp durup kılıp atkan videolaryny gördüm. Näme degende özü Xitayla täýärlap, uly okutup, ýadyldyp, çenep gapdy. Şuna bolsunmy, uly näçepdi, näçe izçil turdy ýadyldyp türümizden eçkip biz näçkin bir neçe hepde bir mundaq bir çyray turuklaryny bir nime kılıp ýa-ni çenep gapdy, bir jarlaryň aýran görebildim. Şu türmede ýatganlygy ynykdy görünüp durdy. Şuna bolsunmy, ulyny pädazlap bir şekilde Dolkun Eýsaga şuna garaldy dep. Üzüniň tuqqanlary arkaly mundaq besim kygyzatgy ahwal. Buny meselen nurgun gärändaşlarymyzdan şuna almasa Zömret Dawud gärändaşymyznynkine açylaryny açda sözlü gözgen boldy. Şoňa nurgun gärändaşlarymyzga şuna kıldy. Demek Xitay tajawuzlary hatdaky uruk tuqqanlarymyzny eçkip bizni tandyryp ýazgan, bizi garçapdaýdan işni Xitay kygıza alaýdy. Çünki Xitay bunda uýallyga bek usta. Elmisakdan bunda işini işlep gelgeçke bunda garlaşga Xitay diýen hiç kançy emas. Ama en bizni ejeplendirigini bu Ýewropa, Amerikada ýaşap atkanlygynyň şundak terekide rol elip kılıp atkanlygy bizni ejeplendi. Buldun meleke bunda insanların çıkıştı men nimem yoktu, şüberim yoktu, çıktı o. Hatta ki aşkar alda muşu bizden davaga karşı muşu dava ger gärändaşlarymyza karşı oturup çıkıp çapan saladyk her xil şekilde işlerini kılgaly enekdi. Şoňa bunu da ejeplenmedik ama bunuň bu peýtiniň özüde aşkarlanyşy birsige biz bunuň bir ýüzüni bir köýgendek bolduk. Ýene birsige Xitaynyň kançylyk äsäbilişip gitip bagallygyny ýene bir şekilde köýgen boldik. Şonuň üçin gärändaşlar, meýli bunuň şotnynki netijesinde Xitay tajawuzlarynyň meýle keýinkisi bolsun, hazırkysy bolsun intaýyn nimesi besimi ýagar boldy. Şonuň üçin gärändaşlarymyzdan bu şekilde bunu her xil şekilde özümizden sosial medialary tarqatyş we bunu ämbekleş, bunuň üçin özümizden koldan kildigan şekilde ifademizni bildirüş näýte muhim. Şonuň üçin gärändaşlar demek Xitaynyň virus heykeli Amerikada tiklenigine okşaş erkek kırgınçylyk cinaýeti bekitilgendigen Şerq Türkistanda. Bunuň bir sürüşdürmesi ve buna okşayan şekilde abim diýenimdek Şwýçariýada Birleşik Milletler Teşkilatynyň aldyga bunyň heykelimi tiklenişi mümkin. Çünki bu Xitay üçin öçmez bir untulgysyz bir tamyk boludy inşallah. Onuň üçin gärändaşlarymyzdan salih dualda ýad etip duruşyny inşallah Allah'nyň bir şekilde
Xitoy tajovuzchilarining mushu qilgan jinoyatiga dunyo oxiratda tegishli jazosini yeyishincha buningga ham bizlarning shohid bo'lishimizni Janob Allohdan tilaylik. Mushu yig'inga sudga qatnashgan, guvohlik bergan qarindoshlarimizga takror rahmatimni bildiraman. Mana bu go'zal xotir suratlarni kirishtirib qo'ydim. Inshaalloh mushumo mana tarix betiga yoziladi, tarixda qoladi. Inshaalloh yana nurg'un asarlar mush qarindoshlarimiz uchun yoziladi. Alloh xolisa keyingi avlodlar mushularninki bedel to'lash ro'yidan o'rganadi inshaalloh. Endi vaqt munosabati bilan yana jiq so'zlab qo'ydim qarindoshlarim. Aybga burmanglar, gapimning to'g'ri yerini qabul qilinglar, xatolar qilib qolsin. Hammamizga Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.